Xorazm Pitnak Parranda bozori 2026-yil 16-avgust haftaning bozori kuni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi tog' xo'rozlar? Mana qaradim sizdan, mana qarabsiz aka. Yo'q, e'tibor etdim. Olyapsiz, yuribsiz? He? Shu men ham shuni o'ylanib barakda turardim. Ne, sadaqa sho'lamiz tushyapti ekan bozorda. Tog' xo'rozlar necha so'm bo'ldi? Assalomu alaykum. 100 ming so'mdan, he? 100 ming so'mdan doldurgan tovuqlarimiz. Xo'roz ichida yo'q, xo'roz yapaman. 120 ming so'm, 180, 150, 150. Bo'ldi, savdoni 180. 150 ming so'mdan 180 ming so'm xo'rozlarimiz. O'rdaklar necha so'm? 70 ming so'm o'rdaklarimiz. Assalomu alaykum. O'rdak joylar necha so'm bo'ldi? 35 ta. 35 ming so'mdan o'rdak joylarimiz. To'la 40 ming so'mdan mı? O'rdak joylarimiz burada 40 ming so'm. Uyda bormi yana bunda o'rdak joylarda? Uyda bormi yana boshqa? Boshqa bormi yana? Nomer qoldirasizlarmi ya? Telefon nomer qoldirasizlarmi sotilmasa ehtiyoj? Bo'ldi, savdolarimiz boshqa qoldirma. Xo'roz necha so'm bo'libdi? Necha so'm bo'ldi xo'roz? Buni saqlashi chiqadi buni. Bitta kuyroq emasmi? Necha so'm ekan xo'roz? 350. 350 ming so'm xo'rozimiz. Juzasini nechadan berasiz? Necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi o'rdakchilarimiz? 30 ming so'mdan o'rdakchilarimiz. Necha kunlik? 1 oylik bo'lgan. Bularning? Bular 25 ta. Bular 25 ming so'mdan ekan. Bular 20 gibi. 20 kunlik bo'lgan o'rdakchilarimiz. Bu joylarimiz necha so'm tovuqchilar? 50 ming so'mdan ekan. Oyligi 3-4 oylik o'xshaydi. Bo'ldi, savdolarimiz bo'lsin. Bular necha so'mdan bu? Siz bo'lamisiz kim? Shundanmi? Necha so'mdan bo'ldi tovuq? 110 ming so'mdan, he? 110 ming so'mdan qarashaq savdolar. Uyda bormi yana boshqa? Nomer qoldirasizmi? Nomer, telefon nomer. Savdolarimiz bo'lsin, nomer qoldirmaydi ekanlar. Yana bola jo'jami yo? Ava ena bala ena benesi. Yanda enasi, bu yanda bolalar jo'jalar, o'rdak jo'jalar necha so'mdan? 15 ta. Donasi 15 ming so'mdan ekan. Necha kunlik? 10 günlük buldu. 10 kunlik bo'lgan jo'jalar. Enesini 70'e veremem. 70 tanem gelişemem. Enasining o'zi 70 ming so'm. Ena bola necha so'm o'zi u? Ikkisini. Şu ene bala gelişsem 300 de bu turetimi 250'ye veremem. 300 ming so'm aytilishi 250 ming so'm beriladi ekan. Necha bolasi bor? 12. 12 bolasi bor ekan. Savdolarimiz bor. Setkadagi o'rdaklarimiz necha so'mdan? 180 ming so'mdan ekan. O'rdaklarimiz. Uyda bormi yana? Nomer qoldirasizlarmi? Telefon nomer qoldirasizlarmi? Ayting. 99 322 necha? 1225 1225 ekan. Xorazmdan ham Mekandan ham bor ekan. Bo'ldi. Xorazmdan ham Mekandan bor ekan. Uyda bormasizda? Nomer qoldirasizmi? Telefon nomer qoldirasizmi? Hocam nömrü bu. Ha bo'ldi. Qoldiraymi? Aytib so'rab bersam bo'ladi. Yaxshi savdolarimiz bo'lsin. Yeterek ko'p. Endi qilincha so'm ekan. Necha so'm bo'ldi? Induklar induksiyalar necha so'm? Assalomu alaykum. Tezda chiqasizmi? Özel süre görmeyin. Induklarimiz necha so'm? Katta induklar 300.
300 ming so'mdan, ha? 250 bo'lsa beramiz. Ördek cücelerin necha so'm? Ördek cüceleri, bunları 40'tan beraber. Yaşlıdakilar 40 ming so'm. Yok, yaşlıktakiler kichkina qilib. Bular Ulancha. gelishib beraveraman, 20'dan beraber. Ular 20 ming so'mdan, ha? Navoiy. Uyda bormi yana? Ha, Herkes bo'ldi, nomerlar uyda. qoldirasizmi? Ey, nomer shart emas. Bo'ldi, savdolarimiz bo'lsin. Nomer qoldirmaydi. Oyda 100 ming necha so'mdan bo'ldi o'rdaklaringiz? Necha so'm aytilishi? 250 dan, ha? Belki Allah'ın necha so'm tavuk? Hey. 70, 80, 300. 80 ming so'm, 70 ming so'm, 300 ming so'm ekan. Savdolarimiz bo'lsin. O'rdaklar necha so'm bo'ldi? Ördekler necha so'm, ördeklar? Şuna verin. Cüceler necha so'm bo'ldi? Bular 100'dan. 100 ming so'mdan mı bular? Necha oylik bular? Bulardan yana uyda bormi? Köpmeng bulardan, biramalardan. Nomer qoldirasizmi? Savdolarimiz bo'lsin, nomer qoldirmaydi ekanlar. Ördeklar necha so'm? 80 manat. 80 ming so'mdan ördeklarimiz. Katta bo'lgan bo'lasi. Bu yoshdagilar. Bular 50 ming so'mdan ekan. Nomerlar qoldirasizmi, Davron aka? 97 dan 511 39 72 uylar Nigahim Boboyev. Başka bormi yana bu uyda? Yushuloq, ha? Bo'lgan. Savdolarimiz bo'lsin. Xorazlarimiz necha so'm? Xorazdan necha so'm? 250 300 ming so'm, ha? Endi kujalari ne? Yana balam necha so'm bo'ldi? 120 berasiz. Necha balasi bor? 6 balasi bilan 120 ming so'm berlar ekan. Ördek cüceler necha so'm? 25 ming so'm ördek cücelerimiz. Necha günlük? 10 günlük bu ördek cücelerimiz. İşler çok çıkmıyor. Allah'ım. Yana balama bilan necha so'm yana balam? 400 ming so'm, ha? Balalar necha dona? 17 dona bala. Sıbara enesi 400 ming so'm ekan. Kichkinalar 20 ming so'mdan ekan donasi. Enesi bilan 220 ming so'm ekan. 40 ming bo'lar. Yoshdagilarimiz 40 ming so'mdan ekan. Nechadan ekan o'rdek cüceler? Nomer qoldirasizlarmi yo? Uyda bormi yana boshqa? Nomer qoldirasizlarmi telefondan? Uyda bormi boshqa dema? Bo'lsa odamlar bo'lsa nomer qoldirmaydi ekanlar.